Mavzu juda ham dolzarb. 14 yosh bo'lishiga qaramasdan uning ortida juda ham ko'plab g'alabalar bor. 10 karra O'zbekiston chempioni, 7 karra respublika chempioni, 1 karra xalqaro turnir chempioni, 5 karra Osiyo chempioni, 2 karra jahon chempioni. G'olib bo'lganingda kimni quchoqlaging kelgan qattiq? Musobaqada yutganimda onamni quchoqlagim keladi. Oilada sport bilan shug'ullanishingga eng katta turtki bergan inson kim? Faqat to'g'risini ayt, ayang yoki dadang? Ota-onam, lekin ko'proq onam. Sardor, sportchilar yig'laydimi? Men shaxsan 2 holatda yig'laganman. 3 ta so'z bilan ta'riflab ber. Kuchli, talabchan, mas'uliyatli. Hurmatli sirdaryoliklar, barchaga xayrli kun tilagan holda bugungi podkastimizni boshladik. Mavzu juda ham dolzarb. Sirdaryo viloyati juda ham ko'plab talantli va bilimli yoshlarga boy. Ana shunday talantli yoshlardan birini studiyamizga taklif qilganmiz. 14 yosh bo'lishiga qaramasdan uning ortida juda ham ko'plab g'alabalar bor. Jo'rayev Sardorbek. Assalomu alaykum. Sardor, sportga ilk qadam necha yoshda bo'lgan? Sportga 2018-yil 6 yoshligimdan kelganman. Birinchi penchak slayd sport turi bilan qatnashganman. 10 yoshligimdan o'zbekjon san'ati bilan qatnashganman. O'zbekjon san'ati milliy sport turi bo'lganligi uchun menga juda ham yoqqan. Shunga qaror qilganman. Penchak slayd bilan o'zbekjon san'atini bitta tempda olib ketishga harakat qilganman. Sardor, seni kamondan o'q otishda ham anchagina mohir sportchi deb eshitganman, shu rostmi? Kamon o'q otishda sabr, aniqlik kerak bo'ladi. Aniqlik bilan zarba bersa, ko'proq ochko olib yutishi mumkin. Qilich qalqonga keladigan bo'lsak, qilich qalqonda tezlik, himoya, qarshi hujum. O'shaning uchun menga yoqadi. Yaqinda Jizzaxda bo'lib o'tgan musobaqada O'zbekiston Kubogida faxrli birinchi o'rinni oldim. Xudo xolasa Osiyo, jahon chempionatlarida ham birinchi o'rinni egallamoqchiman. Kamondan o'q otish jang san'at. Ular bir-biridan farqli sport turi hisoblanadi. Penchak silat, jang san'ati, milliy, kamondan o'q otish. Buni qanday bir-biriga bog'lash mumkin? Kamondan o'q otish aniqlikni talab etadi. Men shuning uchun meni sportlarimga aniqlik kerak bo'lgani uchun kamondan o'q otishni ham tanlaganman. Hozirda kamondan o'q otishda yaxshi natijalar qilib boryapman. Tarixga ham nazar soladigan bo'lsak, Amir Temur buyuk bobolarimiz otda kamondan o'q uzib, aniqlik bilan zarba berishgan. Shuning uchun menda qiziqish uyg'ondi, shug'ullanishni boshladim. Bugungacha erishgan yutuqlaring? 10 karra O'zbekiston chempioni, 7 karra respublika chempioni, 1 karra xalqaro turnir chempioni, 5 karra Osiyo chempioni, 2 karra jahon chempioni. O'rtoqlar, 14 yoshli bolani ortida shunchalik g'alabalar ko'pki, men katta odam eshitib juda ham xursand bo'lyapman. Ayniqsa meni Sirdaryomdan, O'zbekistonimizda shunday yoshlar borligidan yana bir bora faxrlanyapman. O'zbekiston o'zi kuchli sportchilar zaminidir. Sardor, g'oliblikka erishganingda, g'olib bo'lganingda kimni quchoqlaging kelgan qattiq? Musobaqada yutganimda onamni quchoqlagim keladi, chunki menga dalda beradi. Sen uddalaysan, sen qila olasan deydi. Biror narsani uddala olmasam ham xafa bo'lma deydi. Sen keyingi safar aniq uddalaysan deydi. Dadamni ham quchoqlagim keladi. Onam, otam barib men uchun birinchi o'rinda. Qaysi biri ko'proq senga dalda bergan, otang yoki onang? Ikkalasi ham, lekin ko'proq onam, chunki musobaqalarda yutqazib qo'ysam, tushkunlikka tushib qolsam, kayfiyatim ko'taradi. Keyingi safar albatta utasan deb o'zimni xursand qilishimga majburlaydi. Mashg'ulotlar qiyin, to'g'ri, haqiqatan ham qiyin. G'oliblikka erishish o'zi emas. Ma'lum bir masofani bosib o'tish uchun ham kuch talab qilinadi. G'oliblikka erishish ham oson emas. G'oliblikka erishish uchun juda katta mehnat kerak. Harakat kerak, sabr kerak, g'ayrat kerak, bardosh kerak. Shundaymi? Shug'ullanish paytida qiyinchiliklarga bardosh berish uchun nimadan kuch olasan? Hozir mashg'ulotlarda qiynalayotganimni bilib, keyinchalik musobaqalarda oson bo'lishini o'ylayman-da, o'zimga o'zim motivatsiya beraman. Keyin musobaqalarda yaxshi natija qilaman. Hozir trenirovkamni normal qilsam, musobaqada yaxshi natija qilib, xudo xolasa birinchi o'rinni olaman deb o'zimga o'zim motivatsiya berib, charchog'imni yengaman. Oilada sport bilan shug'ullanishingga eng katta turtki bergan inson kim? Faqat to'g'risini ayt, ayang yoki dadang? Ota-onam, lekin ko'proq onam yoshligimdan sportga qiziqishim bilar edi. Ko'proq sportga qiziqishimni onamga aytardim.
mana shu sport yoqayapti, mana shu sportga qatnashay deb aytganimda yo'q demagan. Xo'p, qatnash deb rozi bo'lib, o'zi birinchi bo'lib olib borgan. Sardor sportchilar yig'laydimi? Men shaxsan ikki holatda yig'laganman. Biri bildirib, biri bildirmay. Mag'lub bo'lganimda ichimdan xafa bo'lganman. Ikkinchisi g'olib bo'lganimda mamlakatimiz bayrog'i yuqorilarga ko'tarilganida, madhiyamiz yangraganida baxt ko'z yoshlari bo'lgan. Murabbiyingni 3 ta so'z bilan ta'riflab ber. Kuchli, talabchan, mas'uliyatli. Murabbiying beradigan eng kuchli 3 ta motivatsiyani ayta olasanmi? Trenerimning eng katta motivatsiyalari: o'zingni er bilsang, o'zgani sher bil, o'zingga ishon, o'zgani fikrini hurmat qil. Uchinchisi, hayot seni orqaga bir qadam tashlashga majbur qilsa, oldiga 3 qadam tashla. Hayotda yoki sportda eng ko'p kimga o'xshaging keladi? Hayotda ota-onamga o'xshagim keladi, chunki ota-onam har tomonlama ideal. Sportda esa Bahodir Jalolovga o'xshagim keladi, chunki uni texnik nokautlari menga yoqadi. Vatan so'zini eshitganingda xayolingdan birinchi bo'lib nimalar o'tadi? Vatan deganda birinchi bo'lib oilam, chunki vatan oiladan boshlanadi. Vatan baribir boshqacha, boshqa davlatlarga ko'ra o'zini tug'ilib o'sgan davlati hamma uchun o'zini vatani baribir yaxshi. Vatan O'zbekiston hamma uchun o'zini davlati yaxshi. Men uchun O'zbekiston eng yaxshi, eng ideal davlat O'zbekiston. Bayrog'imizni chet davlatlarda yana ham yuqoriga ko'tarishga harakat qilaman. Agar katta mablag' taklif qilishsa va boshqa davlatning nomidan chiqish taklif qilinsa, rozi bo'larmiding? Hech qachon savolga javob o'ylab ham ko'rmaganman. Agar taklif qilsa ham yo'q deyman, chunki men uchun vatan bitta, ona yagona, vatan yagona. O'zbekiston bayrog'ini xalqaro maydonda ko'tarish sen uchun nimani anglatadi? G'urur, or-nomus xalqaro arenalarda vatanni yanada yuqoriga ko'tarish anglatadi. Mag'lubiyatdan so'ng o'zingni qanday ruhlantirgansan? O'zimni keyingi janglarga yaxshi kayfiyatda, yaxshi natijalar bilan boshlashga harakat qilganman. Trenirovkani yaxshilab, trenirovkamni kuchaytirib, shuning uchun yaxshi kayfiyatda musobaqalarga chiqqanligim uchun yaxshi natijalar ko'rsatib boryapman. Sardor 25 yoshga kirganda sportdan tashqari qaysi yo'nalishda o'zini ko'ryapti? Uchuvchi, ko'p parvoz qilgim keladi, shuning uchun uchuvchi yoqadi. Sport lekin meni hayotimning bir qismi bo'lib qolgan. Internet blogingda qaysi blogerni kuzatasan va nima uchun kuzatasan? Internetda sizni bloglaringizni ham kuzatib turaman, chunki yoshlarga oid bo'lgan narsalar ko'chalarga axlat tashlash mumkin emas. O'shalarni aytib o'tganingiz uchun sizni kuzatib boraman. Kontentlaringiz yoqadi, kontentingizga omad. Kuchni kuchsizga ko'rsatadigan insonlar haqida fikring qanday? Kuchli inson menimcha kuchini, jahlini bo'ysundira oladi. Zaif insonga kuchini ko'rsatmaydi. Menimcha kuchli inson zaif insonga kuchini ko'rsatib, urib, unaqa qilib o'tirmaydi. Jahlini bo'ysundirib, o'zini bosishga harakat qiladi. Jahlini qanday bosish kerak? Sport bilan shug'ullanish kerak, o'zini bosib olish kerak, og'ir bosiq bo'lish kerak. Kuchsiz insonlarni himoya qilish kerak. Agar o'zidan kuchli inson yoki 1-2 yosh katta inson hurmatsizlik qilib, urib, nimadir qilayotgan bo'lsa, hurmat bilan tushuntirish kerak unga. Kuchsiz insonni himoya qilish kerak. Hech qachon kuchsiz insonni bir o'zini tashlab qo'yish kerak emas. Sardor 14 yoshga kirib shunchalik ko'p g'alabalaring bor ortingda, bu bilan biz faqat mag'rurlanamiz. Senga hozir shunday imkoniyatni beraman, o'z tengqurlaringga bemalol maslahatlaringni berishing mumkin, chunki sen bunga haqlisan. O'zimning tengqurlarimga maslahat, oldilariga katta maqsad qo'yishsinda, unga erishmagunicha harakat qilsin. Orada juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Unga sabr bilan yondashib, unga erishadi albatta, agar mas'uliyat bilan yondashishsa. O'z o'rnida ota-onalarga murojaatim bor. Hurmatli ota-onalar, o'zingiz ko'rdingiz, 14 yoshga to'lgan yosh hozirda ortida juda ko'plab g'alabalarga erishgan. O'rtoqlar, Sardor bilan gaplashar ekanman. To'g'risi, yoshim katta bo'lgani bilan u erishgan yutuqlarni eshitib juda ham ruhlandim, xursand bo'ldim. Qani endi yoshligimni ortga qaytarsam, men ham sport bilan shug'ullansam va u erishgan yutuqlarni hech yo'q 3dan biriga erishsam, mayli, hechdan ko'ra kech deydi-ku, men ham ertadan boshlab sport bilan shug'ullanishni
boshlayman o'zim uchun, salomatligim uchun. Sardor erishgan yutuqlarni ortida uning ota-onasini va murabbisini qo'llovi juda ham katta ekanligi bilindi. Ularga kattakon rahmat aytaman. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni iqtidorini yoshligidan biling va uni shakllantirishga qo'lingizdan kelgancha harakat qiling. Vaqti kelganda mevasini o'zingiz yeysiz, huzurni o'zingiz ko'rasiz. Salomat bo'linglar.